Assalomu alaykum janob Mingbuloqliklar. Mana bugun ro'za oyining 22-kuni. Xudo xolasa hammalaringiz ro'za oyi yo'llamda. Sizlarga tanishtiradigan bo'lsam, ro'za Ramazon kunlari bilan firmalarimiz skidka narxlarda bo'ldi. Chegirma narxlarida 190 ming so'mdan faqat 10 kun ro'za ichida skidka narxlarda bo'ldi. Va yana bitonchi akalarimizga skidkalar. Mana jamiki sortdagi gullar, biton donasiga karkaslar, hamma narsalar bor. Bitonni tagiga tashkil qo'ygan akalarimizga mana 10 ga 10 setkalarimiz, 10 kun, 20 ga 20, 15 ga 15 hamma turdagisi bor. Bularimizni narxini aytadigan bo'lsak, bularimiz xo'p. Bularga skidka narxlarda 30 ming so'm qo'ydik. 30 ming so'm, 24 ming so'm, 14 ming so'm. Har xil narxlarda. Qani yuring akalar. Bu yerda turli mahsulotlar, so'lda bizneslar, uyga nima ketadigan bo'lsa, hamma mahsulotlarimiz bor. Eron, atvotlar, hammasiga ro'za ichiga aka yana qaytarib o'taman, hurmatli janob Mingbuloqliklar. Ro'za ichiga shu 1-aprelgacha skidkalarimiz e'lon qilingan. Ulgurib qoling, shoshiling, bomba narxlarda. Mana shu YouTube kanalidan kelib, qo'yilgan telefon raqamlariga telefon qilishlaringiz mumkin. Va albatta adreslarni, manzillar Jamashu Mingbuloq. Qayerdan bo'lsa dastavka xizmatlarimizni ham Rossiyada ishlab yurgan, chet elda ishlab yurgan musofir akalarimiz, ukalarimiz sizlarga ham uylaringizgacha dastavkalarni, xizmatlarni Xudo xolasa yetkazib berishlarini bo'ynimizga olamiz. Kelinglar, Rizoboy do'konimizda kutib qolamiz. Hurmat bilan